Sportchi uchun eng muhim narsa albatta oziq-ovqat va ularning o'zini taomlari bizga ozgina to'g'ri kelmaydi. Shu uchun nimadan boshlaymiz? Povur aka, endi bu tomonlarni bildik. Choy, kofe, pechka, mikrovolnovka, mana sportchilarni kuch g'ayrat beradigan albatta birinchi bo'lib nima? Osh. O'zbek milliy oshi. Eng qizig'i do'stlarim, bu osh shundaylik supermarketlarda, magazinlarda tayyorlanadigan osh emas. Maxsus sportchilar uchun tayyorlanib, olib kelingan, isboti mana sizlarga Parij 2024 yozilgan osh. Bunisi horse-meat, qazi. Bu esa qo'y go'shti, bu mol go'shti. Demak, endi bu yoqqa o'tamiz. Bismillah. Oshni menga tayyorlab qo'yishdi yigitlar. Uzum. Yusupovskiy pomidor, o'zimizning vodiyning bodringlari. Tandir go'sht, ko'ksamsa. Endi bu yerda faqat shu yutib turib oltin medalni olib berishsa bo'ldi. Xolodilnikni ochib ko'ramizmi birgalikda? Aka, hapoymiz Povur aka. Bismillah. Uzumlar, kolbasa va go'sht mahsulotlari, pomidorlar. Nima deyish mumkin? Faqatgina sportchilarimizga omad tilaymiz. Nima bor? Shashlik. Shashlik? Wow! Aka, shashlik ham olib kelindi bularga. Endi albatta bu strogi doktorlarda nazoratida. Bu nima? Quyon go'shti. Quyon